alaykum. Mening ismim Hasanova Kumush. Hozirda Chust tumani 61-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida kimyo fanidan o'qituvchi bo'lib ishlayman. O'zi aslida Buxoro viloyatida tug'ilib yashab o'sganman. Xo'jayinimning ishlari tufayli taqdir taqozosi bilan Namangan viloyati Chust tumanida yashaymiz. Men birinchi yil mana shu malaka oshirish kurslarida o'qishim. Bu yerdagi taassurotlarim juda ham katta, chunki bilmagan, o'rganmagan metodlarimdan o'rganib, shart-sharoitlarni ko'rib, juda ham hozir xursandman va o'rgangan metodlarimni borib hozirda ishlab turgan maktabimda qo'llash niyatlarim bor.